Pulga bo'lgan munosabatingizni va unga nisbatan qarashingizni o'zgartirishingiz kerak. Misol keltiraman, odamlarning 99% kofe olgani borganda hech narsani o'ylamay shunchaki borib kofe xarid qilishadi. Lekin men qahvaxonaga kirganimda, men qahva ichaman va bu joy qanchalik band ekanligini va hamma narsani ko'rib chiqaman. Agar bu joy meniki bo'lsa, qancha ko'p pul ishlashimni tahlil qilaman. Bu biznes meniki bo'lganda uni qanday boshqarardim? Ular qancha ijara to'lashi kerak va ular menga bu qahvani qanchaga sotishdi? Ular qo'shimcha takliflar qilishadimi? Masalan, tort, sendvich va hokazo. Shuningdek, atrofga qarab, bu joyni yanada yaxshilash uchun nima qilishim mumkinligini o'ylayman. Masalan, mijozlarni yanada jalb qilish uchun chiroyli qizlarni olib kelib qo'yaman. Shuning uchun narsalarga har tomondan qarash uchun biroz boshqacha fikr yuritishingiz kerak. Agar men mana shu muassasa yonida qahvaxona ochganimda 100% men ularni yutgan bo'lardim. Shuning uchun har qanday biznesni onlayn yoki offlayn farqi yo'q. Tomosha qilish va tahlil qilish kerak. Agar siz ular bilan raqobatlashsangiz, ularni mag'lub etishingiz mumkinligi va siz boshqalarda ko'rgan xatolaringizni inobatga olishingiz kerak. Shuning uchun siz hamma narsani tahlil qilishingiz kerak. Agar siz yaxshi tadbirkor bo'lishni istasangiz albatta.